Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli ona-otalar. Mani o'g'lim Erkinov Abdurahmon gidroksixloroz bilan kasallangan. Boshida shunftini almashtirish kerak. 3 marta almashtirganimizda shu yoshgacha yetib keldi. Hozir yoshi 18 yoshda. Hozir 3-chi operatsiyasi bo'lishi kerak. 3 ta farzandim bor. Farzandlarim, katta o'g'lim kompyuter sohasida ishlaydi. Ikkinchi o'g'lim nogiron, ikkinchi nogironni psixik больницada yotadi. Uchinchisi mana ko'rib turganingizdek mana shu ahvol. Ayolim uyda o'tiradi. Men o'zim ishlardim, ishdan chiqib hozir ishsiz o'tiribman. Sizlardan iltimos menga yordam berishingizni so'rayman. Ixlos nuri jamoatdan yordam so'rayapman. Yordam berishingizni so'rayman. Xayr jamoasiga iltimosim shu bolamni tuzalib ketishiga, oyoqqa turishiga yordam bersanglar.